haqiqatga aylanadi. Voy, buni uxlashini qaranglar. Bugun qishloq va men quruvchilar jangi o'tkazamiz, lekin qurgan narsalarimiz tiriladi. Tirilgan mahluqlarni esa bir-biri bilan urushtiramiz. Biz esa ko'p narsa quramiz. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Nima bo'qirayapsan? Ko'zingni o'yib olaman hozir. Kim bo'qirayapti senga? Shunchaki video olishni boshlaganimni aytmoqchi edim. Xullas, sen o'zing tarafingga yo'qol va mag'lubiyatga tayyorlan. Yo'q, adashasan bo'laman. Men bugun san'at bilan shug'ullanaman. Ha, meni yutish uchun yaxshilab harakat qilishing kerak. O'tgan safar qo'lingdan kelmagandi. Sen unaqa 100 yil oldin bo'lgan ishlarni eslama. Mana qara qo'shiq bu. Tup tururib. Tup turib bo'ldi. Endi o'zing tarafingga yo'qol degan o'zi devorni maydalab tashlayapsan, shuncha qurganim. Buncha shoshilding? Xo'sh, mana qishloqani ham o'z tarafiga haydab yubordim. Endi quruvchilar jangini boshlaymiz. Men birinchi raund uchun nima qurishni bilaman. Golem. Faqat oddiy emas, umuman oddiy emas, kuchaytirilgan neziritdan golem. Faqat hozircha umuman o'ylaganimdek chiqmayapti. Mayli, boshqatdan quramiz. Menimcha oyoqlar juda ham yupqa, yo'g'onroq qilish kerak. Va yana eng muhimi neziritdan qurish kerak. Har holda nezirit golem neziritdan bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Xo'sh, hozircha buning hammasi albatta qo'rqinchli ko'rinyapti, lekin nimadir qilish mumkin. Masalan, har xil bloklardan qo'ysak agar, menimcha ahvol yaxshilanadi. Ahvol yaxshilandimi, yomonlandimi? Nima bo'lgan taqdirda ham meni taslim bo'lishga umuman haqqim yo'q. Sababi qishloq devorining narigi tarafida nimadir quryapti. Unga qarshi nimadir qurishim kerak men ham. Xo'sh, hammasi yanada chiroyli bo'lishi uchun mana bunday bloklar ham ishlatishimiz mumkin. Ajoyib. Yo'ki to'xtang, bu bitta oyoq bo'lib qoldi-ku. Qanday yuradi axir, qoqilib tushadi. Xo'sh, menimcha oyoqlar bilan hal qildik. Endi sekin tanasiga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu narsa qanaqa narsa bilmadim, lekin mana shunaqa narsa bizga kerak narsa. Narsa ko'p narsa. Menimcha mening san'at asarimda obsidian ortiqcha uni nimadirga almashtirish kerak. Masalan, chernit. Menimcha bu ajoyib mos tushyapti nezirit bilan. Obsidianni almashtirgan ekanmiz. Kelinglar, mana bu qizil bloklarni ham almashtiramiz. Menimcha endi ancha yaxshi bo'ldi. Ha, endi menga ancha ko'proq yoqyapti. Faqat devor bilan bir xil bo'lib ketyapti. Shuning uchun yaxshisi bu tarafdan qarash kerak. Xo'sh, endi tanasiga o'tsak ham bo'ladi. Bizning tanasi juda ham ulkan bo'ladi. Qiziq, qishloqi devorning narigi tarafida qanday maxluq quryapti ekan-a? Ha, mayli, bu muhim emas. Hozir bor e'tiborni o'zimning maxluqimga qaratishim kerak. Ya'ni nezirit golemga. Ajoyib. Faqat menimcha golemning qirralarini mana bunday chernit bloklarga almashtirsak ancha chiroyliroq ko'rinadi. Vo, mana ajoyib. G'irt eski televizor bo'lib qoldi. Ha, zo'rmanda. Mayli, buni to'g'rilash uchun endi golemimizga ko'zlar qo'shamiz. Ha, uning ko'zlari naqd 6 ta bo'ladi. Yetmaganiga hammasi tanasida. Faqat men 6 ta dedim, bu yerga esa sig'mayapti la'nati. Yaxshi, kattalashtirish muammo emas. Kattalashtirishni ham yo'yaman-da. Mayli, yanada kattalashtiramiz. Bu safar aniq sig'adi. Va, yo'q, yana sig'madi. Voy, men daho matematikka o'xshayman. Mayli, muammo hal etildi. Ko'zlar joyida. Balki ko'zlarga mana bunday kristal qo'shar, mana